Tillari sizga ham nafas, qog'oz kitob uyilgan, qo'lingizga siyohdan dil mehringiz quyilgan. Baholar a'lo yaxshi, ayamaysiz maqtani, charchamaysiz, toymaysiz, sabringiz bilan tog'mi. Rahmat sizga ustozim, bizni jondan sevdingiz, ongimizni uyg'otib, bilim saboq berdingiz. Barcha qo'limdan mahkam tutib, komillik yo'lini bizga ko'rsatgan, o'zida borni bizga o'rgatgan birinchi ustozim sizga ta'zim. Sabr qanoti ila yo'limda turgan, ilk qo'limga qalam tutgan, bilimlar sandig'ini bizga ochgan birinchi ustozimizga ta'zim. Yillar o'tib ulg'ayib bergan so'zim oqlarman, 100 yoshda ham shu holda turishingiz xohlayman. Ustoz tili bahorim, buloqday beg'ubor, ishongan suyanchdan omon bo'ling ustozim. Mehrim iskan rosiya, mehribon padar bo'yi, berib ta'lim tarbiya, omon bo'ling ustozim. Aziz ustoz biz uchun bo'ling doim salomat. Ta'zim sizga, hurmat sizga, ustoz sizga ko'p rahmat. Ilm sirin o'rgatgan, tinmay, charchoq nimaligini sezmay, xizmatlaringizni aslo unutmay, sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Qancha sho'xlik qilsak ham urishmadingiz, faqat yaxshilikni ravo ko'rdingiz. Bizlarni ertakka qiziqtirdingiz, faqat yaxshilikni ravo ko'rdingiz. Ustozim yo'lingiz yorug' bo'lsin, ta'mirjon sog'lig'ingiz abadiy bo'lsin. Shogirdlar o'stiring, bundan ziyoda birinchi ustozim sizga ta'zim. Ona yurtim O'zbekiston bag'riga sizring sog' omon, shogirdingiz bo'lib ustozim yoningizda turaman qachon. Hanuz sog'laman yoshlik chog'imni, deysiz bular mening o'quvchim. Ko'chada ko'rganda o'g'il qizlarim qayta o'qitsaydi birinchi ustozim. Qalbga iymon, dilga nur, jonga jon ustozlar, mehribon bag'ridir, mehribon ustozlar. Bizni yetaklagan kamolat sari bilim berganda ketmang
yuqori sinfga qadar qo'yayotgan ekanlar sizlarga. Omad tilayman. Boshlang'ich sinfda qanday yaxshi o'qigan bo'lsanglar, yuqori sinfda ham shunday yaxshi baholarga o'qib, aqlli, a'lochi o'quvchilar bo'lib yetishinglar. Sharifga tabriklayman. Shu bilan shu o'quvchilarni yedirorgaysan Xudoyim ishlarini omad tilayman. O'quvchilarim aqlli, bilimdor, o'qimishli, kelajagi parlaq o'quvchilar bo'lib yetishinglar. Tabriklayman. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, hamkasblar, ustozlar, opalar, singillar, bolajonlarim. Mana bugun hayır birinchi ustozim tadbiri bo'lib o'tirgan ekan. Shu tadbir bilan avvalo hammangizni tabriklayman. Kelajakda bir yaxshi, o'qimishli, aqlli, tartibli farzand bo'lib oliy o'quv yurtlariga kirgan vaqtda shu yaxshi maktabimizni, ustozlarimizni eslab yurishlaringizni tilab qolaman. Hammangizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga omad tilayman. Shu yaxshi farzandlar bo'lib yetishsin. Ota-onalardan farzandlarga yaxshi tilaklar bo'lsa eshitamiz. Ana shu bolalarni bugungi bitirib kechasida shunday yoshga yetkazgani uchun, bilimni yetib tarbiyalagan uchun Sharigulga katta rahmat aytaman. Eng qiyin mehnat Sharigulligi bo'ladi. O'qituvchilar hammamizga ham oson emas, lekin mana birinchi o'qituvchiga qiyin bo'ladi. Hammasini bir xil o'qiting, bittasi olib qolmasin, qolib ketmasin deb buni harakati ish ko'p bo'ladi. Buning uchun Qarajonim va Sharigulga rahmat aytaman. Sharigul o'zi ziyolilar oilasidan, pedagoglar oilasidan chiqqandan keyin Baxtiyor akamga Xudo rahmat qilsin, Gulston opamga katta rahmat aytaman. Ana shu bolalarim, farzandlarim hammanglar katta yigit qizlar bo'lib, shu 7-maktabda a'lo baholar bilan bitirib, yaxshi institutlarga, universitetlarga kirib turib, oliy toifali vrachlar, o'qituvchilar bu yetishinglarga tilakdoshman hammanglarga. Ota-onalar sizlarga ham rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli maktab ma'muriyati, ustozlar, jajji bolajonlar, o'quvchilar, hammangizni bugungi hayır birinchi ustozim tadbiri bilan tabriklayman. Shargul opa, rahmat mehnatlaringiz uchun. Shu bolalarga ta'lim-tarbiya berdingiz, shu loyihaga yetkazdingiz. Rahmat. Bundan keyingi ishlarimizda da omad tilayman. Ko'p kadrlar yetishtirish nasib etsin. Ota-onalarga ham ishlarini rivojlantirayman. Sog'lik. Assalomu alaykum ustozlar, ota-onalar. Berimlarni tabriklayman. Sharbopa sizga rahmat. Mana uyda erkak bolalar shunday tarbiyalab berdingiz. Xudoyim hamma o'quvchilar yaxshi o'qishlarda o'qig'aylar. Bu yerda da 11-sinf bitirgancha yaxshi o'qig'aylar hammasi Xudoyim. Ishlaringizga rivoj, hamisha yaxshi o'quvchilar chiqarib berasiz. Rahmat, yana bir marta. Assalomu alaykum. Ustozlar, ota-onalar, mana shunday yaxshi o'qigan ekanmiz farzandlarimizni. Uni bitirganda rahmat. Shu yerga kelgan uchun